Zerikmanglar deb sizlarga bugun xudo xohlasa mana darvoza ishlab chiqaradigan joyga keldik. Adresini hozir aytib ketaman. Xo'p, bu gibka. Xitoy mahsulotlari ekan. Bu lazer stanok. Gibka stanok, lazer stanok. Buni vazifasi demak, mana bunaqa naqshlar chiqaradi. Har xil turdagi naqshlar chiqaradi. Gibkani vazifasi demak, darvozalarda mana bu temirlar orasini mana bukib besvarka ishlatiladi. Demak, yaxshiroq bo'ladi-da. Shunga shu masalada mana bu texnologiyalar shu ishlarni bajaradi. Xo'p, darvozalarimiz zakazga 650 mingdan 2 milliongacha yana kelishiladigan joyi bor. Ustanovkasi ichida. Toshkent viloyatida ustanovkasi ichida. Nomerlar ko'rsatib ketaman. Demak, adresni aytaman, nomerlar ko'rsatib ketaman. Lokatsiyasi ham qulay. Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumani Baland ko'prik mahallasi deyishyapti. Endi hozir men endi biz bu yerda местный xalq Karl Max deydi. Demak, mana Qo'yliqdan kelaverish. Bu Nurafshonning yo'li. Mana Mustang gaz zapravka. Azamat degan yigit mana tepada nomerlari turibdi. Murojaat qilaverasizlar. Xudo xolasa bu yerda lazer xizmati mana listagib ekan. Listagib xudo xolasa kelaverasizlar. Mehnati menga ham yoqdi, sizlarga ham tavsiya qilaman. Xudo xolasa yana ko'raverasizlar. Azamat nomerlar tepada yozib turibdi. Lokatsiya zo'r. Turgan joyimizdan demak Qo'yliqqacha taxminan Qo'yliqqacha 10-15 kilometr atrofida bo'lsa kerak. Futsitiga 10 kilometr. Nurafshonga ham Qorasuv 5 bo'lsa, yana yog'iga 5-10 kilometr. Kelaversa lokatsiya zo'r mana, darvoza xizmatlari. Keyin eski darvozani ham taroziga tortib, o'sha metallon sifatida olib qolishib, yangi darvozani narxidan olib tashlaydi. Uni ham kelishaverasizlar xudo xolasa. Pastda o'zim ham nomerlarni qoldirib ketaman. Xizmatlar bo'lsa aytaverasizlar, xalq xizmatidamiz. Rahmat, hammaga omad.